Uchtepa rayonidan uy qidirayotganlar diqqatiga, ko'chaning yuzidan 100 metr kelganingizda mana birinchi domimiz. Shu yerga kvartiramiz sotilyapti. Algoritm 31 bo'ladi. Xo'p, katta ko'chaga chiqib o'ngga ketadigan bo'lsangiz, Ahmad Jo'jaga ketasiz. Chapga bo'lsa, Betonkaga, Izzaga chiqib ketiladi. 4 etajli domimizning 4-qavati 3 xonali 70 kvadrat metrli kvartiramiz bor yo'g'i $65,000 ga sotilyapti. Agar bu atrofda bundan arzon topsanglar, pastda kommentariyada yozinglar. Men tekinga borib syomka qilib beraman. Endi sizlar bilan birga uy ichini ko'ramiz. Undan oldin mana tashqarini ko'ringlar. Qanaqa bexavotir bolalar ham maza qilib o'ynab yuradi. O'sha stadionlar ham bor ekan. Endi sizlar bilan birga uy ichini ko'rib chiqamiz. Xo'p, kirganimizda chap qo'lda prixoshka keladi. To'g'riga o'tarkanmiz, to'g'rida bitta zalimiz. Ichkarida yana bitta spalni keladi kattalar uchun. Xo'p, o'ng qo'limizda to'g'riga chiqqanda oshxona, uning yonida balkon joylashtirilgan. Yo'ligimiz ham keng, chiroyli. Xo'p, chap tarafimizda yana bitta spalni keladi. Uning yonida yuvinish xonasi va hojatxonasi joylashtirilgan. Kanalimizga hozirdan like bosib obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa arzon uy va yerlarni, kvartiralarni joylashda davom etamiz. Uyimizning startiy narxini $65,000 deyapti. Yana kelishtirib beradigan joyligi bor. Agar siz shu algoritm 31 dan, shu atrofdan bundan arzon kvartira topadigan bo'lsangiz, men sizga tekinga reklama qilib beraman. Qiziqqanlar uchun men pastda egalar raqamini qoldiraman.